Alisher Navoiy nomidagi Xalqaro jamoat fondi tomonidan buyuk mutafakkir, davlat arbobi Alisher Navoiyning ijodini kitobxonlar orasida keng targ'ib qilish maqsadida adibning 100 jildlik to'plamining 31 jildi chop etildi. Nashr etilgan kitoblarning 33 jilddan 63 jildgacha bo'lgan qismi jami 1023 nusxadagi adabiyotlar Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi tomonidan Sirdaryo viloyat axborot kutubxona markazi hamda viloyatdagi tuman shahar axborot kutubxona markazlariga beg'araz tarzda taqdim etildi. Ushbu xayrli tashabbus hududdagi axborot kutubxona markazlari fondini boyitish, ayniqsa yoshlarning kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga o'zining hissasini qo'shadi. Taqdim etilgan ushbu adabiyotlar buyuk mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 585 yilligi hamda O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yilligiga bag'ishlangan bo'lib, ularning mazmun mohiyati milliy qadriyatlarimizni, boy adabiy merosimizni keng targ'ib qilishga qaratilgan.